Assalomu alaykum. Hammaga hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugungi mehmon qilish gali Maftuna va Imonadan va Maftunani o'zini qo'llarini o'ynatib, mana dimlama qilib bizani mehmonga chaqirdi mana. Qanday qo'llarni o'ynatdi? Prosta Imona archib berdi, bo'ldi. Ha, archib berdim, bu o'ynatdi. deb o'ynadi. Deb o'ynatib qo'ydi. Nima deysan, Mana Nodir? urf odatlarimizga ko'z tegmasin. Ehson qilayotgan ekan, nima duo qilib yeb ketaveramiz. 3-4 kun oldin Nodir bilan xo'jayin ehson qilib berishuvdi bizga. Sohib ehsonlarimiz bulaydi. Meniki barib kafeda o'tmasdi, shuning uchun qo'lim bilan pishira qol. Kafedan ko'ra uy yaxshi. Men saqlab o'tiraman. Unda. Kam ta'minlangan. Mahalla kamtetda ham seni familiya birinchi o'tirgan. Shakir emas. Kam ta'minlangan. O'zi boya tovuq dimlamoqchi edi. Qo'ysang-chi dedi bolalar. Nima bo'ladi dedim, mol dedim men. Tashmas boshqachasi edi. Boshqacha edi ham bilaylik. O'lgan tovuqdan qilmoqchi ekansan, qara. Mayli, niyat qilish ketdagi to'q qilishsinchi kerakchi. Bugun dimlab, a?